o'yinlarni ko'rdingizda birinchi o'yinda hozir ikkinchi o'yinda shunday holat bo'ladi deb qilamiz. Jamoasi. Zarba seyf Tojiboyevdan, yana zarba. Maydon tashqari. Tekshiruvga boshqa qanotda xato bo'lmoqda. Zarba chap oyog'ida gol! Bustifay hisobni ochmoqda. Hisob 1-0. To'pni egallab Bustifay jamoasi gol urishga muvaffaq bo'lmoqda. Upgrade esa qarshi javob berish kerak bunga nisbatan tajribali o'yinchilar yig'ilgan. Darhol javob bermoqda. Upgrade hisob 1-1. O'yin 0-0 bilan emas, 1-1 bilan boshlanmoqda deyishimiz mumkin. Upgrade jamoasining tarkibga jalb etilgan yangi xodim, yangi o'yinchisi. Lekin to'p qoldirildi hozircha. Pressingda ham nisbatan kuchli bosim bo'lmayotgan bo'lsa, Abdullayev xotirjam, unga ikkinchi qarshi qilmoqda, qanot tekshirigini ko'rdim qanotdan. Upgrade bo'lishi mumkin. To'g'rilab ko'rdi uzoqda masofadagi sherigini. Oyoqlar orasida o'tkazmoqda. Gol! 22-raqam Bustifayda javob bermoqda hozir. O'zini eslatdi bu vaziyatda. Hisob 2-1 oldinga chiqdi Bustifay. Yetkazib berdi Upgrade'da. Ikki o'yinchi qaytib olgan. Alixon ham orqa pozitsiyadan javob olganini ko'rish mumkin. Yaxshi yo'lladi hozir. G'oya yaxshi edi. O'yinchi egalladi. Maydon markaziga kirishga boshlagan. To'g'ridan to'g'ri yana Tojiboyevdan sey. 14-hujumni ochiq qoldirmaslik kerak. Abdullayev to'sadi. Gol! Qanday pushka yo'lladi hozir. Dublga erishmoqda. Ibrohimning hat-trigi ham shuning mevasi deyishimiz mumkin. Tojiboyev uzun pas bilan yetdi hozir to'p Alixonga. Qanday qaror aytdi hozir? Alixon qoida buzdimi yoki gol bo'ldimi? Ha, qoida buzgan ekan Alixon. Aylantirib ichkariga yo'lladi. Qaytmoqda Bustifay o'yinchisiga. Sherigi va qanotda kimga ishonadi? Qoldirdi, chalg'itdi va zarba gol! Abror Akmalov harakat qilmoqchi edi vaziyatda. O'tdimi? Tojiboyevdan seyf. Bustifay himoyachisi tomonidan to'pni to'xtatish xatolik yo'l qo'ydi. Maydon tashqarisida. Qanday maqsadga zarba Alixon! 31-daqiqasini kuzatmoqdamiz. To'xtatish mushkul bo'lmoqda Bustifay vingerlarni, chunki yaxshi qoldirdi hozir ular tezkorlik uchmoqda. Samidulloh chiroyli yakunlanishi mumkin. Ketaver hujumni. Uch o'yinchi orasida Bustifay o'yinchisi dribling ishlatdi. Aldagandi, ko'rdingizmi? Gol! Bustifay foydasiga gol bilan yakunlandi. Hisob 5-3. To'g'ridan to'g'ri yana o'ng oyog'i bilan sherigi bor. Samidullohni tanladi u. Samidulloh o'zi to'g'rilab harakat qilmoqda. To'g'rilab qoldi o'ng oyog'i bilan Samidulloh. Akmalovga zarba gol! Akmalov Abror variant berishmoqda. Yon chiziqda ham yonida sheriklari bor. Kiritib berildi darhol. Oldirildi. Samidulloh oldinga yurmoqda. Darhol tepdi. Qaytarildi seyf. Qaytardi Akmalov. To'g'rilab olgan Samidullohga to'p bordi. Gol! Gol! Samidulloh dublga erishmoqda. Zarba nuqtasida Abdullayev. Hakam ruxsati berilsa, to'p oldida Abror. Devor qo'yildi, ruxsat berildi. Abdullayev to'p oldiga kelmoqda. To'g'ridan to'g'ri, to'p qaytmoqda. Qaytdi Alixonga. Alixon! Teshib tashlamoqda darvozani. Alixon Anvarxonov sanchib qo'ydi to'pni.